14-mavzu umurtqali hayvonlar. O'zi umurtqali nima degani? Umurtqa pog'onasi rivojlangan, ya'ni sodda skeleti bor. To'g'rimi? Suyagi borlar umurtqali hayvon. Suyagi yo'qlar umurtqasiz hayvon. Suyagi borlar nimalardan boshlangan? Baliqlardan. To'g'rimi? O'zi umurtqali hayvonlar bir dona tipi bor xolos. Qaysi tip? O'rdalilar tipi. Ular baliqlardan lansetnikdan boshlangan, eng soddasi lansetnik, undan baliqlar. Birinchi bo'lib mana bu baliqlardan keyin suvda quruqlikda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar va suv buzuvchilar. Shular xo'rlalilar. Baliqlardan boshlaymiz. Birinchi mana suvda paydo bo'lgan baliqlar, ularning yuragi mana ikki kamerali, bo'lmacha va qonchadan iborat, yuragida venus bo'ladi. Ikkita kamera bo'lgandan keyin qon aylanish doirasi bitta doiradan iborat va u yopiq qon aylanish sistemasidan iborat. Yuragida venus qon bo'lgani uchun birinchi bo'lib yuragdan chiqqan qon javraga boradi. Javrada kislorod olish kerak. O'rnidagi kapitalizatsiya bersa javradan chiqarib yuboradi. Kislorod olib, keyin barcha to'qim organlarga boradi, miyaga boradi. Aylanib yurib kislorodlarni berib, o'rniga kapitalizatsiyalarni olib, venus qonga aylanib turib, yuragi bo'lmasiga quyiladi. Tushunarli? Shu baliqlar tanasi suyli shaklda maqsad suvni qarshiligini yengish bo'ladi. Tanasi tangachalar bilan qoplangan, to'g'ri? Tangachalarning ostida teri bezlari bor. Bizda ham bor teri bezlari, faqat teri deymiz. Bular teri bezlari shilimshiq suyuqliklar xususiyatiga ega. Teri tangachalar tayyor shilimshiq suyuqlik chiqarib, tangachalar shilimshiq turadi. Va natijada suv qarshiligini yengadi. Masalan, sen havoni qarshiligi pastroq suvdan limon yuraversan, to'g'rimi? Endi suvga tushib turib yursang, qadaming og'irlashadi, qiyinlashadi, to'g'rimi? O'sha suv qarshiligi baland degani. O'sha qarshilikni ham yengib o'tib, tez suzish uchun tanani suyuqligini va tangachalar ostidan shilimshiq bezlar, shilimshiq modda chiqarib chiqadi. Tushunarli? Shu baliq. Keyingisi suvda bo'lib yashashadi. Ularga tani dunyoning baqa bor, qurbaqa bor, to'g'rimi? Ular dumsizlar deyiladi. Dumi yo'q, to'g'rimi? Endi dumliklari ham bor bunda. Triton va salamandra. Ularning rasmi bor kitoblarda. Ko'rasizlar, Triton, salamandra, baqa, qurbaqa. Ular suvda bo'lib yashovchilar. Ular ham suvda, ham quruqlikda yashagani uchun terisini nafas olishda ishtirok etadi ular. O'pka bilan teri ikkalasi birgalikda nafas olishda ishtirok etadi. Yuragi baliqlar ikki kamerada edi, bularga 3 kameradan iborat bo'ladi. Ikkita bo'lmacha va bitta qorachadan iborat. 3 ta kamera bo'lgandan keyin endi qon aylanish doirasi ikkita qon aylanish doiraga aylanadi. Katta va kichik. Mana qorachadan chiqib barcha to'qima organlarga borib, o'ng bo'lmachaga quyilib, ya'ni mashq qon aylanish doirasi katta qon aylanish doirasi. Endi yana qorachadan chiqib turib o'pkaga borib turib, chap bo'lmachaga quyilishi kichik qon aylanish doirasi hisoblanadi. Barcha to'qima organlarga borgani uchun katta, faqat o'pkaga borgani uchun kichik qon aylanish hisoblanadi. Tushunarli? O'pkasi va terisi o'rtada nafas oladi. Suvdan uzoqqa ketmaydi, chunki tuxumini suvga qo'yadi. Tushunarli? O'shaning uchun har zaman tashqariga chiqib turadi. Endi qurbaqasi bor, u ko'pincha quruqlikda yashaydi, har zaman suvga tushib turadi. Suvga ko'payish uchun tushadi va cho'milish uchun tushadi. Quruqlikda yashaganlar suvdan uzoqqa ketmaydi. Tushunarli? Xo'p, shu endi sudralib yuruvchilar keyingisi bularda endi terisi nafas olishda ishtirok etmaydi. Faqat o'pkasi bilan nafas oladi. Terini o'rniga o'pka murakkab tuzilgan katakchalarga bo'lingan bo'ladi. Tanasi tangachalar bilan qoplangan. Ilonlarni ko'rgan bo'lsangiz, katakchalar, shular hammasi tangacha bilan qoplangan. Maqsad nima? Maqsad himoya. Yerda sudralib yurgani uchun, yerdagi har xil narsalardan terini himoya qilish uchun tangacha bilan qoplangan. Tushunarli? Nimaga sudralib yuradi? Oyoqlari tanasini ikki yonida joylashgani uchun. Agar tana tagida joylashganda u sudralib yurmaydi. Tananing yonida joylashgani uchun ular sudralib yuradi. Tushunarli? Ularga nima deyiladi? Kaltakesaklar, ilonlar, toshbaqa, timsohlar, gekkolar, echkemarlar, ular hammasi sudralib yuruvchi.
Tushunarli? O'pkasi murakkab tuzilgan. Bularni ham yuragi 3 kamerali, xuddi shunaqa. Faqat qorinchasida sal yarim to'sig'i bor. To'liq bo'linib ketmagan yarim to'sig'i bor. Tushunarli? Faqat timsohga kelib turib to'liq 4 kameraga aylangan, lekin sovuq qoldi. Yuragidan chiqib. Sabab yuragidan chiqqandan keyin aralashib ketgani uchun. Tushunarli? Hozir shergacha o'tganimiz shu baliqlar, suvda yashovchilar, suvda yuruvchilar hammasi sovuqqonli hayvonlar hisoblanadi. Sovuqqonli nima degani? Organizmda tashqi haroratda tashqi muhitga bog'liqligi. Tashqari hozir 30 gradus isib ketsa, tanasi ham 30 gradus bo'lib qoladi, 50 bo'lsa 50 bo'ladi. Minus bo'lsa minusga kiradi. Tushundingmi? O'shaning uchun qishda karat holatga o'tib qoladi. O'lmaydi, lekin moddalar almashuv o'ta suyib ketadi, tana harorati sovib ketgani uchun. Tushunarli? Endi qushlarga o'tib turib, issiqxonali hayvonlar boshlanadi. Qushlar ham, suda yozuvchilar ham issiqxonali hayvonlar hisoblanadi. Qushlar mana yuragi 4 kamerali, qon aylash doirasi 2 ta xuddi shunaqa. Chap qorinchadan chiqib butun tanaga, keyin o'ng bo'lmachaga. Bu katta qon aylanish. O'ng qorinchadan chiqib o'pkaga va chap bo'lmachaga qo'yilishi bu kichik qon aylanish. Ikkita doiradan iborat yopiq qon aylanish sistemasi issiqxonli. Faqat qushlar uchishga moslashgan hisoblanadi. Oldingi oyoqlar qanotga aylangan va qushlarda bu panjalari mana 5 ta suyakdan iborat bo'lsa, shu panjalar qo'shilib turib 3 ta suyakka aylangan. Mana bitta suyak, mana bitta suyak, bu bitta suyak, jami 3 ta suyakka aylangan. Sabab uchganda eng ko'p yuk panjaga tushgani uchun. 5 ta nozik panjadan 3 ta baquvvat panja yaratishdi. Shunaqa evolyutsiyada shunaqa aylanib ketgan. Va qushlarga yana bir sabab buni ko'krak toch suyagi borligi, asosiy sabab naysimon suyaklariga havo to'lganligi. Masalan, mol go'shtini ko'rgansizlar suyagini, naysimon suyagini ichi to'la ilik bo'ladi, og'ir bo'ladi, to'g'ri? Endi qushlarda to'g'ri suyagini ko'rgansizlar, salga sinib ketaveradi, bo'linib ketaveradi. Bitta chilarini ushlab qo'yadi, ichini ko'rsang g'ovoy bo'ladi, hech narsa yo'q bo'ladi. Ilik bo'lmaydi, to'g'ri? O'sha havo to'lgani uchun suyagi yengil bo'ladi. Tushunarli? Endi keyingisi suda yozuvchilar ham yuragi shunaqa 4 kamera, 2 ta doira yopiq qon aylanish doirasi. Farqi tanasi yung bilan qoplangan va teri bezlari bor. Suda yozuvchilar terlaydi. Endi ba'zi birlarida yo'q. Keyin suda yozuvchilarning suvda yashovchi vakillari ham bor. Masalan, aytganimiz kitlar, kashalot, kasatka, delfinlar, ular suda yozuvchilar hisoblanadi. Dengiz mushugi bor, tulen, murshlar bor, ular ham hammasi suda yozuvchi, bolasini sut bilan boqadi, tirik tug'adi. Faqat suvda uzoq yillar yashagani uchun shu oyoqlari suzgichlarga aylanib ketgan bo'ladi. Tushunarli? Shu umurtqali hayvonlar. Savollar bor? Yo'qmi?